So'rab olish temiratiga yoki gerpes zoster nima uchun kelib chiqadi? Bu kasallik virus tabiatli kasallik bo'lib, yoshligida suv chechak virusini o'tkazgan insonlarda bu virus nerv tugullarida nofaol holatda saqlanib qoladi va organizm kuchsizlanganda, immun tizimi tushganda yoki vitamin yoki mikroelementlar yetishmaganda bu virus qaytadan aktivlashadi, ya'ni reaktivatsiya bo'ladi. Natijada virus nerv ildizchalari orqali sekin nerv yo'llari bo'yicha tarqala boshlaydi va terida kichik pufakchali, og'riqli yaralar hamda suvlanadigan toshmalar bilan namoyon bo'ladi. Dastlab kasallikni 4-5-kunigacha toshmalar ko'p miqdorda paydo bo'ladi va keyin toshmalarning hosil bo'lish davri to'xtab, sekin qurishni boshlaydi. 10-14 kundan keyin toshmalar to'liq to'kilib tushib ketadi. Lekin kasallikning eng yoqimsiz davri keyin boshlanadi. Chunki toshmalar tushib ketgandan keyin bemorlarda chidab bo'lmaydigan kuchli, yoqimsiz, kuydiruvchi, sanchuvchi g'alati og'riqlar, ya'ni nevropatik og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Agarda yuqorida keltirilgan belgilar bilan namoyon bo'ladigan toshmalar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta dermatolog yoki nevropatolog shifokoriga murojaat qiling.